Bismillahirrohmanirrohim. Ibn Moja rahmatullohni sunanlarini sharhida davom etyapmiz. Bugun 20-may 2020-yil namoz vaqtlari haqidagi boblar davom etyapti. 12-bob Babun nahyi anin nawm qabla salatil isha va anil hadisi ba'daha. Xufton namozidan avval uxlashdan va xuftondan keyin gap sotib o'tirishdan qaytarilgani haqida. Mana hadisda keladi, 701-hadis. Abu Barzatul Aslami aytadilar: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xuftonni kechiktirib o'qishni yaxshi ko'rardilar. Uni aytdik. Va undan avval uxlashni lekin yoqtirmasdilar. Xuftondan avval uxlashlikni. Va xuftondan keyin gap sotib o'tirishlikni ham yoqtirmasdilar. Hikmati bu narsani. Xuftondan avval uxlashni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yomon ko'rganliklarini, odam bir uxlagandan keyin turishi qiyinlashib ketadi. Xuftonni o'qisa ham turib keyin uyqusirab o'qiydi. Shuning uchun xuftondan avval uxlashdan qaytarganlar. Ikkinchidan, xuftonni endi agar turib vaqtida o'qilgan taqdirda ham xuftondan keyin uyqusi kelmaydi keyin. To'g'rimi? Odam bir uxlab turgandan keyin odatda uyqusi kelmaydi. Masalan, yarim kechasigacha agarda uxlab keyin turib kechqurun xuftonni o'qisa, keyin xuftondan keyin uxla olmaydi. Xuftondan keyin uxla olmagandan keyin tahajjudda eng qizigan vaqtiga borib, bomdod vaqtiga borib uyqusi kelib qoladi. U namozlarga uxlab qolmagan taqdirda ham uyqusirab o'qiydi. Uyqusirab, charchab, yoqimsizlab o'qiydi, ya'ni. Ana shu uchun xuftonni o'qimay uxlashdan qaytarganlar. Endi bu harom emas albatta, makruh. Shuning uchun mana yakroh deyilyapti Rasululloh, ya'ni yoqtirmaganlar. Harom bo'lsa, ochiq harom dedilar bu narsani. Keyin boshqa hadisda keyin xuftonni o'qimay turib uxlagan odamni qulog'iga shayton bavul qilib qo'yibdi degan. Qulog'iga shayton bavul qildi degani, ya'ni uni qulog'idan endi zikr boshqa narsalar kirmay qo'yadi. Va odatda keyin uyg'onmaydi. Shayton uni uxlataveradi, xuftonlar o'tib ketadi yoki afzal vaqtda o'tib ketib qoladi hech bo'lmaganda. 702-hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar: Ma nama Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabla al-isha va la samara ba'daha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftondan avval uxlamasdilar ham, undan keyin gap sotib o'tirmasdilar ham bedor bo'lib. Samara degani gap sotib o'tirish, bedor bo'lib. Mana hadisning shu qismini sharhlamadik yuqorida, endi mana sharhlaymiz. Xuftondan keyin gap sotib o'tirishni qaytarganliklarining sababi, chunki bu ham yuqorida aytgandek, tahajjudga eng kamida yoki yomon bo'lsa bomdodga ham masalan uxlab qolishga sabab bo'ladi. Xuftondan keyin gap sotib o'tirishlik. Faqat ilm halqasi bundan istisno qilinadi. Masalan, bu talab ilmlar, ahli ilmlarga tegishli gap emas bu. Chunki ulamolar siratiga qarasangiz, ularda masalan ulamolar bu narsada dalili Abu Hurayra roziyallohu anhuning siratlari. Kechasi bilan uxlamay hadis yodlab, hadis aytib chiqqanlar. Abu Bakr roziyallohu anhu. Kechasi uxlamaganlar deyarli. Bu endi kechasi uxlamaslik bilan bomdodga uxlab qolish xatari chunki yo'q ham. Kechasi bilan uxlamagan odam bomdodga uxlab qolmaydi. Tabiiyki, uxlagan odam uxlab qolishi mumkin, lekin kechasi bilan uxlamaydigan odam hech ham bomdodga uxlab qolmaydi odatda. Shuning uchun ham ilm bilan mashg'ul bo'lib chiqish, bu narsa istisno qilinadi bundan. Qolgan narsalar aytilyapti. Shunchaki gap sotib o'tirib, yarim kechasigacha masalan, xuftondan keyin ana shu narsalardan qaytarilgan. Ya'ni uxlayotgan odam bo'lsa deyapmiz-da. Kechasi 1 soat, 2 soat, 3 soatdan keyin uxlayman degan odam bo'lsa, yaxshi emas unaqa qilish. Kechasi bilan uxlash niyati yo'q odam bo'lsa, uxlamaslik niyati bor odam, ya'ni bunga joiz kechasi xuftondan keyin gaplashib o'tirishligi. 703-hadis. Abdulloh Mas'uddan keladi. Jadabalana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam as-samra ba'da al-isha, ya'ni zajarana. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xufton namozidan keyin gap sotib o'tirishlikda bizni qaytardilar. Jadaba degani qaytardilar degan ma'no. Keyingi hadis 13-bob. Babun nahyi an yuqala salatul atama. Atama namozi deyishdan qaytarilgani haqida. Ya'ni atama degani yarim tun degani. Atama. Arablarda bir nima vaqti bo'lgan shunaqangi, kechqurunni atama vaqti deyilgan. Qizg'anchiq arabiylar tuyalarini kunduzi soqsa, yetim yesirlar kelib sut so'raydi deb yarim kechasi turib tuyasini sog'gan.
Tasavvur qilyapsizmi baxillikni? Xuddiki haligi bog' sohiblariga o'xshab ertalab borib bog'dan mevalar terib kelinglar, miskinlar ko'rib qolmasin, kelib tilamchilik qilib jonga tegadi deb ertalab borib terib kelmoqchi bo'lishdi-yu. Ana shunga o'xshab arablarda bir baxillari tuyani yarim kechasi uyg'onib sog'gan, hech kim yo'q vaqtida, yetimlar ko'rib qolmasin deb. Miskinlar. Ana o'sha vaqtni atama vaqti deyiladi. Atama, ya'ni zim-ziyo vaqti degani. Endi ma'lumki, xuftonni afzal vaqti qaysi dedik? Aynan o'sha vaqt. Hamma uxlagan vaqti. Atama vaqti. Shundan kelib chiqib, arabiylar islomga yangi atama kirgizgan. Arabiylar yangi atama kirgizgan islomga. Uki, xuftonni atama deb nomlash. Xufton namozini. Asli Qur'onda kelgan, sunnatda kelgan ismi xufton namozini arab tilida al-isha, salatul isha deyiladi. Kechqurungi namoz degani ya'ni. Arabiylar buni atama deb nomlab olgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ki mana shundan qaytarganlar. Xuftonni arabiylarga o'xshab atama demanglar. Uni Alloh nomlagan nomi bor. Qur'onda kelgan salatul isha deb kelgan. Endi savol tug'iladi. Ha, nima qildi endi bitta shu nomda? Unda nima muammo bor? Bir nomni o'zgartirgan bilan osmon uzilib yerga tushadimi? Deydi, to'g'rimi odamlar? Ana shunda juda ham kerak bir katta siyosat yotadi Rasulullohning bu gaplarining tagida. Chunki islomiy shiorlarni ha nima qildi deb ismini o'zgartirish bora-bora o'sha islomiy shiorlar yo'qolib ketishligiga olib keladi. Tushunyapsizmi? Birinchi atama deydi uni. Keyin badan tarbiya deydi. Keyin kechqurundan avvalgi sport deydi. Keyin yana bir narsa deydi-da, ha sport endi kim xohlasa qiladi, kim xohlasa qilmaydi deb oxiri yo'q qilib yuboradi. Tushunyapsizmi? Islomiy atamalarni o'zgartirish, islomiy nomlarni ya'ni. Bu o'sha islomiy shiorlarni o'ldirishga qo'yilgan birinchi qadam. Ana shu uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni oldini olib, hech qachon sizlar mana shu narsani arablarga ular taslim bo'lmanglar deganlar. Hadisni o'qiylik mana qarang. 704-hadisda kelyapti. Ibn Umar hadislaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim dedilar. La taghlibannakumul a'rabu ala ismi solatikum fa innahal isha'u va innahum la ya'timuna bil ibli. Arabiylar sizlarga namozlaring ismiga g'olib kelmasin. U namozni ismi, xuftonni ismi al-isha deganlar. Kechqurungi namoz ya'ni. Ular tuyasini atama qilgandan bunaqa deb nomlab olgan atama vaqtida. Ya'ni tuyasini qizg'anib o'sha yarim kechasi sog'gandan shu uchun atama degan nomni qo'yib oldi xuftonga bular. Lekin bu arabiylar sizlarning xuftonlaringga namozga bunaqangi ismiga g'olib kelmasin deganlar. Sabab mana shu shiorlarga g'olib kelish buni bora-bora yo'q qilishga olib keladi. Ana shuni tushunmaydi hozirgilar masalan qarasangiz. Mana hijob diniy kiyim emas deb chiqib bittasi qarang. Biz buni odamlarga raddiya tarzda gapirmayapmiz. Buni odamlar ana shunaqa narsalarni tushunsin. Qayerdan islomni odamlar yemirayotganini ana shu uchun gapiryapmiz. Hijob diniy kiyim emas deyapti. Keyin chiqyapti, aytayaptiki, hijob deganda men boshdagi lattani nazarda tutdim deyapti. Latta diniy kiyim emas-ku deyapti. Telefon urib yursa ham bo'ladi rostdan ham. Lekin siz bir narsaga boring. O'sha boshdagi lattaga hijob degan atamani kim qo'ygan? Ha? Men sizmi? Yoki Rasulullohmi? Yo'q, Alloh qo'ygan uni. Uni Alloh qo'ygan. Hijob degan atama Qur'onda bor. To'g'rimi? Qur'onda keldi. Hijob degan atama. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlarida keldi. Biz o'zimizcha qo'yib olganmiz yo'q uni. Islomiy atamalarni o'zgartirib, uni latta deyish, shuni tushunib oling. Xuddiki arabiylar xufton namozini ismini Alloh Qur'onda Aysha deb nomlagan namozni atama deyishdi ayni o'zi. Ha nima qildi? Bitta nomi o'zgaryapti. Maqsadi to'g'ri-ku, to'g'ri tushunsa endi o'zicha aqllilik qiladi. Odam, Rasululloh mayda to'g'ri tushunmaganlarmi? Biz tushunib o'tiribmiz nima demoqchiligini. Lekin islomiy atamalar bilan o'ynashilmaydi. Chunki borib islom yo'q qilishga olib kelinadi. Sizga savol. Islomiy xilofat, Usmoniylik xilofati yiqilganda Istanbulda nima uchun turkcha azon aytildi? Alloh buyukdir deb. To'g'rimi? Yozilgan turibdi mana tarix sahifalarida mana shu narsa. Turkcha azon aytilgan masjidlarda. Arabcha azonni yo'qotgan. Nima maqsad bo'lgan buni ortidan? Ha, Alloh akbar dedi nima? Alloh buyuk dedi nima? Maqsad hosil bo'lyapti, to'g'rimi? Maqsad hosil bo'lyapti. Ana shunaqa qilib saroy mullari fatvo chiqarib bergan o'shanda. Maqsadi to'g'ri-ku, juda qattiq olavermanglar. Alloh buyuk dedi degani nima degani? Alloh akbar dedi degani nima degani? Ikkalasi ham bitta narsa-ku. Ashhadu an la ilaha illalloh nima degani?
Allohdan o'ziga haq iloh yo'q deb guvohlik beraman degani nima degani? Igrasi ham bitta narsa. To'g'rimi? Igrasi bitta narsa. Nima qattiq olasiz bo'lmasam? Deb ana shu narsaga. Lekin bu shu davlatni arab tilidan uzoqlashtirish, ya'ni islomdan uzoqlashtirish, markazdan, e'tiqoddan uzoqlashtirishga qo'yilgan birinchi qadam bo'lgan u. Tushunyapsizmi? Arab tilidan uzoqlashtirish, islomdan uzoqlashtirish degani. Islomdan uzoqlashtirish, odamlarni kofirlashtirish degani. Kommunistlarning o'ylab chiqqan narsasi bo'lgan bu siyosati. Rasululloh mana shundan ogohlantirganlar. Atamalarda hech qachon yo'l bermanglar ular g'olib kelishligiga. Hech qachon atamalarda, ya'ni istilohlarda ham hattoki g'olib kelishligiga hech qachon yo'l bermanglar. Masalan, chiqib olib bugungi kunda jihodni jiddiy jahd deb nomlaydi, qarang. Rostdan jihod jiddiy jahd lug'atda qarasangiz shunaqa ma'noni beradi, lekin shar'iy atamada shunaqa ma'noni beradimi? Bermaydi unaqa ma'noni, jiddiy jahd degan ma'no. Odam qo'pol bo'lsa ham, hojatxonaga kirib kuchansa ham jiddiy jahd qiladi, endi jihod qilyaptimi odam? Kim shunday deydi? Islomiy atamalarda o'ynashgandan keyin ana shunaqa gap chiqadi. Aytayapmiz, bittasi chiqib gapiryapti, chigirtka bilan jihod qilish kerak mana deyapti. Shunchalik jihod qilish kerak. Hamma yoq chigirtka bosib ketdi hozir deyapti. Qarang, aytilayotgan gaplar. Ko'ryapsizmi? Shar'iy atamalar bilan o'ynashda mana shunaqa gap kelib chiqadi. Soqoldi masalan, soqoldi. Shar'iy shiyor bu, islomiy shiyor soqol erkak kishiga, to'g'rimi? Hamma bir parcha jun deb gapiradi. Qo'ltig'ining tagidagi jundan nima farqi bor? Junda u ham deb gapiradi. Maymunga o'xshab yursanmi, soqol qo'yib, cholga o'xshab deb gapiradi. Hadisangiz bir parcha junni gapirgan bilan kofir bo'lib ketavergan endi hamma sizlarga deydi. Hada, chunki bu bir parcha jun emas bu, islomiy shiyor bu. Islomiy shiorni atamasini o'zgartirish murtadlikka qo'yilgan birinchi qadam. Ana shu uchun ham qarang, bizni masalan yoshligimizda maktablarda arab tili nimasi bo'lardi, kitoblari. Biz izimizni taniy boshlagandan olib tashalingan ana shu narsalar maktablardan, arab tili. Bizda o'zimizning o'zbek tili arab alifbosi bilan, to'g'rimi? Bizda o'zimizda alifboyimiz yo'q. O'zbek tilining alifbosi yo'q o'zini. Shu uchun ham nima qilgandim? Biz musulmon tarzda arab alifbosidan olib o'sha yozardik, to'g'rimi? Turkcha, haligi arabcha, turkcha-arabcha yozuv bor edi. Gazetalar, jurnallar deysizmi, kitoblar deysizmi, mana shunaqa tilda yoziladi. O'zbek harfi yo'q aslida. Odamlarni islomdan uzoqlashtirish uchun nima qilishdi? O'sha harflarni yo'q qilishdi. Arab alifbosining harflarini. Alifni kaltak deb yuribdi endi mana hozirgi avlod. Alifni ko'rsatib nima deb bilsangiz kaltak deydi. Nonni ko'rsatib nima deb bilsangiz qozon deydi. Ana shunaqa bu katta bo'lyapti endi mana. Arab tilidan uzoqlashtirib olish shunday qilib. Arab tilidan uzoqlashtirgandan keyin iymondan uzoqlashtirishdi odamlar. Bizning o'zimizning mustaqil tilimiz bo'lish kerak-ku. Biz arablarga deydi tobimizmi? Sening mustaqil tiling yo'q. Nimaga tushunmaysan? Mustaqil tiling, mustaqil harfing yo'qligi uchun ham keyin bir ruslardan harfni o'g'irlading, kiril alifbosini. U bo'lmay qolgandan keyin inglizlardan harf o'g'irlading, ingliz alifbosini, to'g'rimi? Bir ingliz tiliga o'tib olasan, endi bir arab kiril tiliga o'tib olasan. Sen rus tuqqanmi seni? Ingliz kelib seni onangni zo'rlaganmi? Inglizdan tug'ilganmi sen? Nimaga bir rus tiliga, bir ingliz alifbosiga o'tib olaverasan? Kimsan sen? Sen o'zing ayt, sen kimga yaqinroqsan? O'zingning harfing bo'lmagandan keyin tabiiyki bittani harfidan olib o'zingning lug'atingga o'tishing kerak, moslashtirishing kerak o'shani. Sen kimga yaqinroqsan? Tabiiyki arablarga yaqinroqsan, to'g'rimi? O'shalar musulmon, sen ham musulmonsan. Va seni din diyonating bitta. Senga shular islomni olib kirgan arablar. Seni faxrlanayotgan bobongni ana shu arablar chiqargan. Buxoriy bobongni, Termiziy bobongni. Bo'lmasa hech kim bo'lmasdi ular. O'sha arab tilida ijod qilgan ular. Kitoblari arab tilida. Alisher Navoiyning she'ri ham qarasang arab tilida, alifbosi ham. Endi demak senga o'zingni tarixing jihatdan, dining jihatdan, obro'ying jihatdan arab tili ma'qulroq emasmi? Arab tili. Ingliz nima qilib berdi senga kelib? Rus nima qilib berdi senga kelib? Bosib zo'rlab ketdi onalaring, to'g'rimi? Hammang sariq yashil bo'lib chiqding mana bolalaring endi. Odamlar buzilib ketdi mana shunaqa bo'lib. Yoki mana boshqa millatlar ham xuddi shunaqa. Nima qilib berdi ular? Kelib senga quruq zulm qilib ketdi. Nimaga ular tiliga o'tishing kerak sen endi? Arab tiliga o'tishdan gapirsangiz, sizga bosqinchilar tiliga o'tishimiz kerak. Ruslar bosqinchi emasmi? Ruslar bosqinchi emasmi? Ular tiliga o'tding-ku. Xullas buni maqsad aytishimizdan mana shuni Rasululloh bizga o'rgatib ketganlar. Arzimas sanalmaslik kerak. Islomiy
bizda iymonga bog'laydigan narsalarni o'zgartirish murtadlikka qo'yilgan birinchi qadam bu. Paranjini yechishdi mana qarang. To'g'rimi? Paranjini yechishdi. Ana shundan keyin ayollar buzilib ketdi mana. Ha, bir parchalatda degan gap bilan katta ayollar rasvo bo'lib ketdi mana. Shu darajaga borildiki, 60 yil, 70 yil avval shu momosi paranji o'rab yurgan qizlar hozir paranjini ko'rsa vahobiylarni kiyimi deb nomlayapti. Ko'ryapsizmi? Qarang mana. Bu kofirlarni qanaqa qilib urish uchun islomga? Uni momosi 60 yil avval ana shu kiyimni kiygan, bundan battarni kiygan ro'dapoday bo'lib. Max kavush kiygan. To'g'rimi? Uni momosi 60 yil avval. Keyin o'sha kiyimlarni kiygan kampirlar haligacha tirigan ba'zilar. Endi shularning nabirasi kelib bugun ro'dapoga o'xshab deb vahobiylarni kiyimi deb nomlayapti hijobni. Nimadan? Ana shu bir parcha latta deb olib yoqqandan uni. Islomiy atamalar, islomiy shiorlarga shuning uchun umuman uni o'zgartirishga ruxsat berilmaydi. Mana hozir Rasululloh shu uchun xufton namozini nomidan qattiq turishni boshlaganlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu ham ayni shundan aytdilar-ku, "Ayan qusul islom va ana hay" dedi. Men tirik bo'lib turib islom noqis bo'ladimi degan. Ya'ni Abu Bakrning zamonidan boshlasa agar islom noqis bo'lishlikdi, o'zi 100 yil o'tgandan keyin qolmay ketadi. Xuddi shunday agar islomiy terminlar, ya'ni atamalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan hozir o'zgarishni boshlasa, o'zi Xulofay Roshidning zamoniga borib yo'q bo'lib ketadi islomiy shiorlar. Ana shu uchun Rasululloh qattiq turganlar, oddiy bitta xufton namozini ismini ham o'zgartirishga ruxsat bermaganlar. Ismini ham atama demanglar uni. Atama demanglar arabiylarga o'xshab. Uni al-Aisha deylar. Alloh qo'ygan nomi bor uni Qur'onda. Mana keyingi hadis ham Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La taghlibannakumul a'rabu ala ismi solatikum." Arabiylar sizlarning bu namozlaring ismiga g'olib kelib ketmasin sizlarga deganlar. Fa innama hiya al-isha, uning ismi al-isha. Va innama yaqulu al-atamata li'timamihim bil ibil. Ular atama deyshadi xuftonni tuyani atama qilgani uchun. Ya'ni tuyani kechiktirgani uchun, kechqurun sog'gani uchun. Uni tushuntirdik yuqorida. Xo'p, lekin shunga qaramasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlari ham bir ikki marta atama dedilar xuftonni degan rivoyatlar kelgan. Xuftonni atama dedilar Rasululloh. Buni endi nima deb jamlaymiz deb ulamolar ixtilof qilgan. Ba'zilar aytganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytmagan uni. Uni o'sha atamaga o'rganib qolgan roviylar aytib o'rgan. Masalan, hozir men sizga arab tilidan hadisni tarjima qilib beryapman, qarang. Al-ishani nima deb tarjima qilyapman? Siz tushunishingiz uchun ishani tushunmaysiz-ku siz. Sizga men atama deb tarjima qilib xufton deb tarjima qilib beryapman, to'g'rimi? Al-ishani xufton deb tarjima qilib beryapman. Xufton degan nom ham aslida bizga adashmasam shu forslardan kirib qolgan. Xufton deydi ya'ni, tojik tilidan. Endi roviylar ana shunaqa qilib o'zini odamlarga tushuntirish uchun aytib o'rgan deyishgan. Rasululloh qanday qilib o'zlari qaytarib turib o'zlari aytadilar atama deb? Rasululloh aytmaganlar degan. Uni o'sha roviylar odamlarga tushuntirish uchun aytib o'rgan. Masalan, Isha desa, arabiylar tushunmagan bo'lsa, nima edi u Isha degan bo'lsa, ha atama degan. O'shandan keyin atama deb rivoyat qilib qolib ketilgan degan. Ba'zi rivoyatlarda Rasululloh atama dedilar degan gap kelsa, ana shunaqa tushunamiz. Ikkinchi bir jamlashda ulamolar aytganki, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham arabiylarga tushunishi uchun aytganlar uni. Isha desalar tushunmaganda, tushunsin deb atama deganlar. Ular shu atama deydi-ku endi. Tushunsin deb aytganlar ya'ni. Bu degani uni o'sha arabiylarga iqror bo'ldilar degani emas. Mana shu yerda kitabul salatni, avqotus salat tugadi, namoz vaqtlari haqidagi kitob. Keyingi kitob 3-kitob. Kitabul adan va sunnatu fiha. Azon va undagi sunnatlar haqida. Azonni boshlanishligi. Birinchi qanday boshlangan azon? 706-hadis. Muhammad ibn Abdullah ibn Zayd, otalari Abdulloh ibn Zayddan rivoyat qiladilar, sahobiy Abdulloh ibn Zayd. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni namozga chaqirish uchun endi Madinaga kelganda, birinchi masjid qurilganda, qanday chaqiramiz odamlarni namozga deb maslahatlashdilarda, buq qilmoqchi bo'ldilar. Buq surnay. Haligi shoxga o'xshagan narsa bo'ladi-ku. Qadimgi zamonlarda urushlarda ishlatilgan, unga puflaydi, gururtgan ovoz chiqadi, guvillagan ovoz. Shunaqa qilib keyin e'lon beriladi bir janglarni boshlashda boshqada.
Ya'ni surnay xullas, ya'ni buq deyiladi. Ana shunga o'xshagan bir surnay bilan buni ham sahobalar maslahat berganda, surnay bilan namozga chaqiraylik ya Rasululloh odamlarni deyishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ha to'g'ri, bir surnay chaqirib, surnay chalib, ya'ni odamlarni namozga chaqiramiz deb shunday qilmoqchi bo'lganlar. Keyin noqusga buyurganlar. Buni yoqtirmaganlar birinchi deyilgan. Ya'ni yuqorida buq o'sha ya'ni surnay bilan chaqirmoqchi bo'lib, keyin yoqtirmaganlar. Chunki bu yahudlarning ishi bu deganlar. Yahudlarning ishi bu. Yahudlarga o'xshab qolamiz, qo'ylar buni qilmaylik deganlar. Keyin ba'zilar noqusni maslahat bergan. Naqus bu qo'ng'iroq. Xristianlar minorasining tepasiga qo'yib tiring qilib chaladi-ku, qo'ng'iroq. Qo'ng'iroqni bir-biriga urib, ya'ni chaqirishadi. O'shana qilib xristianlarga o'xshab qo'ng'iroq bilan chaqiraylik degan ba'zilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ha to'g'ri deganlarda, keyin bunda ham ma'qul kelmagan. Buni xristianlar qiladi-ku deganlar. Ya'ni yahud, nasroniylar, xristian demagan, biz xristian deyapmiz, nasroniylar. Nasroniylarga o'xshab qolamiz deganlarda, bu ham ma'qul kelmagan. Endi boshqa chora yo'qligidan xo'p deb buyurganlar. Shu naqus yasalsin deb qo'ng'iroq yasay boshlangan. Nuh aytayapman. Qo'ng'iroq yasay boshlangan. Endi shu yerda bir joyda to'xtaylik. Juda kerakli narsa bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarang mana hozir. Yahud yoki nasroniylar qilgan ishni qilmoqchi bo'lyaptilar, to'g'rimi? Ha? Hozir ana shunaqa narsalardan juda katta shubha olishyapti salomullar. Biri kelib nima deyapti qarang. Demokratiya bilan hukm qilish joiz deyapti. Hozir biz musulmonlarga deyapti, demokratiya bilan hukm qilish kerak deyapti. Boshqa chora yo'q. Boshqa narsa qilsa o'zi bo'lmaydi ham chunki deyapti. Nega desa dalil deyapti. Alloh hukmga teskari demokratiya desangiz, dalil nima emish? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma vaqt Alloh hukmi bilan hukm qilmagan ekanlar. Masalan, mana shunga o'xshagan voqealardan. Yana bitta voqea shunga o'xshagan Xandaq g'azotida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madina atrofida xandaq qazishni buyurganlar. To'g'rimi? Xandaq qazishni buyurganlar. Xandaq musulmonlarda bo'lmagan. Alloh buyurmagan uni, Alloh hukm bilan tushmagan xandaq. Salmon al-Farisiy maslahat bergan, Forsda bo'lgan bu narsa. Fors majusiylar bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu majusiylardan shuni oldilarmi hozir? Ha? Ana deyapti. Biz ham hozir Amerikadan demokratiyani olib o'ramiz shu uchun deyapti. Ha, deydi tushunmagan odam. Ko'ryapsizmi? Buni fitnasini ko'ryapsizmi? Qanaqa qilib fitna qilyapti? Ana shu la talbisul haqqo bil batil va taktumul haq degani. Ey ahli kitoblar degan Alloh, ahli kitoblar shunaqa qilgan. Haqni bunaqa qilib botilga aralashtirib haqni berkitmanglar. Odamlar miyasini ayni tushunmasligidan foydalanib. Chunki bu voqeada qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir Forsdan hukm olyaptilar. Taktika olinyapti, taktika, urush rejasi. Uslub o'rganilyapti, uslub, hukm o'rganilgani yo'q. Hukm emas u, uslub bu. Bu ikkalasining farqi bor, hukm bilan uslubni. Masalan, jinoyatlarga qo'yilgan jazolarda u uslubmi, hukmmi u? Bir sud zalida bir sud bo'lyapti, tasavvur qiling. Sudya nima deydi o'sha yerda? Falon jinoyatga, falon qonun bo'yicha, falon kodeksi bo'yicha hukm o'qidik deydi, to'g'rimi? Yoki uslub qildik deydi. Ha? Uslub qildik demaydi hech kim, hukm o'qidik deydi. Demak, qonunchilik u uslub emas, uni farqi bor. Qonunchilik u hukm chiqarish u. Hech qachon uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam majusiylardan Xandaqni u olgan bo'lsalar, shulardan qarab qilgan bo'lsalar, Salmon al-Farisiy maslahati bilan. Ha bu degani biz ham demokratiyani olib o'tishimiz kerak deb. Axir bu narsa hukm demokratiya. Ya'ni sen olib kelib o'g'rini 10 yilga qamaysan. Zinokorni olib kelib, masalan, yoki uni ijozat chiqarib berasan yoki qamaysan, zo'rlab qo'ysan. Odam o'ldasa olib kelib qamaysan. Sen hukm qilyapsan, Allohning hukmi qolib, boshqacha hukm chiqaryapsan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon bu yerda Alloh Xandaq haqida falonday hukm desa, uni qo'yib turib, yo'q, hozir yaramaydi deb borib Salmon al-Farisiydan, Salmon sen ayt, Fors nima qilgan, shuni qilaylik biz demaganlar hech qachon. Shunga qiyoslab bo'ladimi shuni qarang. Ha? Senga hozir Alloh hukm tushirib o'tiribdi, men unaqa qilasan deb, sen buni bo'lmaydi debsan-da, demokratiyani olib kelib, mana bunaqa qilamiz debsan. Keyin yana Rasulullohni shunga hujjat qilyapsan. Rasulullohga Alloh Xandaq haqida hech narsa tushirmagan. Hech narsa tushirilmagan narsalarda biz demokratiya tugul o'zimizcha fikr qilib bildirishimizga ham haqqimiz bor. Demokratiya emas, demokratiyani ham ishlab chiqishga haqqimiz bor. Hech qanaqa fikr bildirilmagan narsalarda. Yana shunga bitta misol deydi. Yo'l harakat qoidasini kimdan o'rgandik biz deydi. Qur'ondan o'rgandingizmi deydi. Ha? Rasulullohdan o'rgandingizmi deydi. Abu Bakrdan, Umardan o'rgandingizmi deydi. Yo'l harakat qoidalarini yo'q deysiz. Kimdan o'rgandingiz? Amerikadan o'rgandik, to'g'rimi? Rossiyadan o'rgandik. O'shalar ishlab chiqdi yo'l harakat qoidalarini.
Bo'pti-da, mana olyapsan-ku deydi. Bu fitnasini ko'ryapsizmi buni, pismiqlikda? Odam, axir yo'l harakat qoidasida moddiy qilasan degan bizda bitta oyat kelib turgani yo'q chunki. Uni buyurgan yoki qaytargan. Bizda yoki bitta shunga hadis kelib turgani yo'q, buyurgan qaytargan. U bo'sh qoldirilgan ijtihodga, insoniyat ijtihodiga bo'sh qoldirilgan o'lim. Uni sen Yahuddan olasanmi, Nasroniydan olasanmi, o'zingni kallangdan chiqarasanmi? Qizig'i yo'q. Odamga foyda bo'lsa bo'ldi. Bir-biringga zarar berma degan qoidalar bor shariatda. O'sha qoidalar bo'yicha olinadi asli shariatdan ham. Biz buni qovoid darsida o'tdik-ku. Bu degani endi sen yo'l harakatni oldingmi? Boshqa narsalarni ham demokratiyadan olsang bo'laverar ekan degani emas bu. Bo'mbo'sh qoldirilgan o'rinni tushunyapsizmi? Yaxshi tushunib oling shu gapni. Bo'mbo'sh qoldirilgan o'rinni Qur'on sunnatda mutlaq qo'yilgan o'rinlarda siz o'zingizcha xohishingiz bilan shariatdan chiqmagan holda yoki kofirlardan shariatdan chiqmagan holda uni olishingizni zarari yo'q. Biz u haqida gapirganimiz yo'q hozir. Nima haqida gapirilyapti? Mana yerda bor hukmni qo'yib sen demokratiyani olib kelishing haqida gapirilyapti. U hech kim senga imkon bermagan unga. Hop nima qilishim kerak desa, senga Alloh bir narsa qil demagan, o'zingni ibodatingni qil degan. Senga dinni buzib, odamlarga o'zingcha bir davlat tuzib ber demagan Alloh. Qo'yina kelganini qil sen degan. Qo'yina kelmayaptimi? Islomiy yo'l bilan qilish, qilma bo'lmasam. Alloh sendan boshqa narsani so'ramaydi. Sen o'zingni mansabga muhabbating bor. Ana shu uchun o'zingni o'sha mansabga muhabbatingni oqlayapsan, dinni rivoji degan g'oya bilan. Ana shu haqni ustiga botilni ko'ylagini kiygizish degani. Yoki botilni ustiga haqni ko'ylagini kiygizib odamlarga yedirish degani. Haqni berkitib. Ayni ahli kitoblar qilgan, hozirgi zamondagi ahli kitoblar qilyapti bu. Yana aytamiz bo'ladi o'sha ahli kitob deb. Ya'ni ana shu kitob o'qiganlar buni. O'qigan bo'lsa o'zi o'tib ishli kitobida ham. O'shalar qilyapti shundan hozir. Fatvo chiqarib beradi. Xullas aytmoqchiman, ogohlantirib ketyapman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana xristianlardan qo'ng'iroqni o'rganmoqchi bo'lgan ekanlar, deb chiqmasin ertaga bir kimdir uni. Bu chunki azonda islomiy hukm yo'q, qarang. Azonda agar hozir islomiy hukm bo'lganda Rasululloh shunday qo'ng'iroq qilamiz deb o'tiramidilar. Yahudlarga o'xshab surni cholamiz deb o'tiramidilar. Hech qachon. Bo'sh qoldirilgan o'rin shu uchun maslahatlashib ijtihod qilyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va shuni ham lekin baribir yoqtirmayaptilar. Shu Yahudlarga o'xshab qolyapmiz-da, Nasroniylarga o'xshab qolyapmiz-da deb yoqtirmayaptilar baribir ham. Keyin Alloh o'zi mana ilhom qilib azonni shar'iy qilgan. Shunda Abdulloh ibn Zayd aytadilar, men tush ko'rdim. Bir kishini ko'rdim tushimda, ikkita kiyim bilan, yam-yashil kiyim bilan ketyapti. Qo'ng'iroq ko'tarib olgan. Shunda men aytdim, ey Allohning bandasi, kimsiz siz deganda endi ya'ni. Ey Allohning bandasi degani o'sha kimsiz siz degandek ishlatilgan. Har qanday tanimagan odamga ey Allohning bandasi deb gapirilavergan. Shu qo'ng'iroqni sotasizmi menga degan. Tushda aytayapti Abdulloh ibn Zayd. Haligi notanish yashil kiyimli odamga. Shunda u yashil kiyimli odam aytganki, nima qilasan qo'ng'iroqni degan. Men aytdimki, u bilan men namozga nido qilaman, o'zi biz rostdan shu ayni muddao bo'ldi deganda tushida ham qarang mana. O'zi qo'ng'iroq izlab yuruvdik. Ayni muddao bo'ldi. Shu qo'ng'iroqni soting bizga, ayni kelib qoldingiz. Yasatmoqchi bo'lib yuruvdik deb tushida ham aytayapman qarang. Endi shunda bir ham to'xtaylik. Inson gohida istixora qiladi bir ishga ikkilangan vaqtida. Yoki bir narsani o'ylab yurgan vaqtida gohida tush ko'radi keyin. Istixora qilib yoki o'ylab yurgan narsasini. Shunda birdaniga haligi tushni nazariga ilmaydigan shovvozlar bo'ladi. Shunaqa odamlar bor-da. Tushni nazariga ilmaslikka ishqivoz bo'lgan odamlar bor. Ha, narsani tush ko'rar ekansiz-da deydi. Ana shunda odam rostdan ham o'sha o'ylab g'am qilib yurgan narsasini yoki istixora qilib ikkilanib yurgan narsasini tushida ko'radi. Shunda birdan o'sha shovvozlar chiqadi deyapman. Ha, o'ylab yurgan narsangizni ko'rgansizda deydi. Lekin har doim ham bunday bo'lmaydi. Har doim ham o'ylab yurgan narsani tushda ko'rish, shunchaki u tushda o'tkinchi fikr bo'lmaydi. U haqiqiy tush bo'lishi ham mumkin ekan. O'sha o'ylab yurgan narsangizni tushda Alloh sizga bildirayotgan bo'lishligi ham mumkin ekan. Mana hozir Abdulloh ibn Zayd ayni tushda o'ngida o'ylab yurgan narsasini tushda ko'ryaptimi? Qo'ng'iroqni. Albatta munofiq bo'lsa hozir o'sha yerda shunaqa derdi, tushingni o'ylab yurganidan keyin ko'raverasan har narsani. Lekin bu haq tushdi bu. Haq tush. Hozir Rasululloh haq tush deydilar buni. Shunda o'sha odam aytdi, xullas qo'ng'iroqni ko'tarib yurgan odam. Nima qilasan dedi. Namozga chaqiraman qo'ng'iroq bilan dedilar Abdulloh ibn Zayd. Shunda u kishi aytdiki, yashil kiyimli odam. Men senga bundan yaxshi narsani ko'rsataymi degan. Qarang mana. Qo'ng'iroq bilan bu kishi demak e'tiborini tortganda tushida.
U yashil kiyimli odam. Bu qo'ng'iroqni shu bu azonni eslatish unga ko'rsatib o'tirgan bo'lgan, ya'ni. Mana shuni aytdik-ku yaqinda yana bu darsda. Hadis foydaga boyda endi o'qiylik desak foyda chiqaveradi. Inson iymon bilan yashasa, tushida ham iymon bilan yashaydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni ungida iymon bilan yashagan odam tushida ham taqvosizlik qilmaydi. Tushida ham taqvo qiladi. Masalan, bitta odam tushida zino qilib yotsa, birov bilan nauzubillah. Zino qilib yotsa, u yaxshilik alomati emas, ungida ham bir qandaydir fahshga moyilligi bor odam degani. Qo'yib bersa zino qiladigan odam degani. Tushunyapsizmi? Tushida bittasi bilan zino qilib yotgan bo'lsa, ungida ham mana shunaqangi bir yaxshi odam emas. Mo'min odam tushida ham gunoh qilmaydi. Buni o'tgan darslarda ham aytdik. Mana bu yerda ham hozir shuna qarang. Ungida islom g'amida yashab yurgan, tushida ham islom g'amida yashab yurib tush qo'ng'iroq bo'lsa edi, osanda azon shu odamlarga azon tarzida namozga e'lon bersam deb yashab yuribdi shu g'amda, ya'ni. Abdulloh ibn Zayd. Hali odam aytayaptiki, men senga bundan yaxshi narsani o'rgataymi dedi. Shunda men nima ekan bundan yaxshi narsa dedim. Shunda aytdilarki, haligi kishi tushdagi. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar Rasululloh, ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Hayya alas salah, hayya alas salah, hayya alal falah, hayya alal falah. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh deysan dedi. Ko'ryapsizmi? Endi siz qo'ng'iroqda o'ylagan narsangizni ko'rding deyishingiz mumkin. Lekin mana bu joy o'ylagan narsasimi? Ha? Ana shundan bilasiz, rost tush ko'rdingizmi, siz o'ylagan narsangizni ko'rdingizmi? Rostdan go'yoqda odam o'ylab yurgan narsasini ko'radi. Lekin agar tushda ichida boshqa detallar bo'lsa, o'ylab yurgan narsangiz emas, u haqqoniy tush bo'ladi u. Xususan o'sha o'ngizga bog'liq qilib ko'rsangiz tushdi. Mana hozir qarasangiz, Abdulloh ibn Zayd o'ngiga bog'liq qilib ko'ryapti. Ya'ni nima degani o'ngiga bog'liq degani, o'zi xuddiki o'ngida yurgandek ko'ryapti. Ya'ni qo'ng'iroq izlab yurdik, o'zi ayni muddao bo'ldi, menga bering qo'ng'iroqni soting deb xuddi o'ngida yurgandek his qilyapti o'zini mana. Allohni o'rgatdi, bir farishta bo'lganda bu. Demak, Alloh bir farishtani inson suratida jo'natib tushda kirgizadi-da. Endi qarang. Vahiy tushib turgan zamon bo'lsa, u tushga kirgizib shuni farishta orqali jo'natib qo'ng'iroqni ko'rsatib yotgandan, ha shu Jabril alayhisalom jo'natib o'rgatib qo'ysa bo'lmaydimi Alloh? Ha? Vahiy zamoni bo'lmasa ekan ham mayli deysiz, ya'ni. Buni sababi sahobalarning fazlini ko'rsatish uchun. Sahobalar islomga qanaqangi mana tushida ham xizmat qilgisi kelib turganini va ummatga o'rgatish uchunki, hamma vaqt endi vahiy bilan bo'lavermaydi bir narsalar. Xo'p, Rasululloh zamonida hammasi vahiy bilan bo'laveradi. Rasululloh zamonida vahiy tugaydi, keyin nima bilan bo'ladi? Tush bilan bo'ladi. Ana shu narsani ummatga o'rgatish uchun bo'lgan bu. Keyin Abdulloh ibn Zayd chiqdilarda uyg'onib, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldilarda, ko'rgan tushlarini xabar qildilar. Aytdilarki, "Ya Rasululloh, bir kishini ko'rdim. Tushimda, ya'ni ustida ikkita yashil kiyimi bor, qo'ng'iroq ko'tarib yuribdi ekan" deb o'sha qissani aytib berdilar xullas. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Bu birodarlaring haqiqatda tush ko'ribdi" dedilar. Mana haligi o'ngida o'ylab yurgan narsasi emas bu. Haqiqatda tush ko'ribdi deganlar. "Sen Bilol bilan chiq masjidga. Bilolga aytib turish gaplarni" deganlar. Bilol nido qilsin. Bilol aytsin azonni. Chunki ovozi sendan balandroq uni deganlar. Mana tushni qarang. Haligi Alloh taolo bitta o'q bilan ikki kishini jannatga kirgizadi deyilgan-ku. Uni yasovchisini ham, otuvchisini ham. Ya'ni bizda islomda haqiqatan bitta o'q bilan ikkita quyonni urish, nafaqat ikkita quyonni, o'nlab quyonni urish bor. Qarang, bitta azon hukmi joriy bo'lyapti. Shuni o'rtasida nechta kishini fazilati ko'rinib ketyapti. Birinchidan tush ko'rgan Abdulloh ibn Zaydning fazilati ko'rindi. Ikkinchidan mana bu yerda Bilol roziyallohu anhuning fazilati ko'rinyapti. Ovozi balandligi. Sendan ovozi baland uni deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bilolga aytib turish gaplarni seni o'rgatib, Bilol aytsin uni deganlar. Endi bu yerda yana bir to'xtashimiz kerak. Bir nodon chiqib gapirdi yaqinda, mana eshitdik. Televizorga chiqib olgan, o'tiribdi haligi tariqatda yo'l shu deydi, Naqshbandiya tariqatda. Ko'zlari o'ynab ketyapti, o'sha gapirgan gapini to'g'ri gap gapirdi deb o'ylab. Sen dedi, men bilan 7 yil bir joyda yashasang, 10 yildimi, 7 yilmi deydi. Meni bir marta Alloh deganini eshitmasligim kerak deyapti. Haligi besoqol yonida turgan, o'zi umrida namoz o'qimagan, devordi qarang. Gazakaga dori bo'lib ketdi-da buni. Alloh degan so'zni eshitsa, Alloh Qur'onda aytgan-ku, "Iza zikrullahi vahdah ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah."
Alloh degan gapni eshitilsa, zikr qilinsa, oxiratga iymon keltirmaydiganlarni qalbi jirkanib ketaveradi degan. Allohdan boshqa narsa gapira boshlansa, va zikrollazina min duni idahum yastabshirun. Xursand bo'lib ketadi birdan degan. Ayni shu oyat tasdig'ini o'sha yerda o'tirib olgan, o'sha yerdagi kursda o'tirib olgan odamlarda topasiz. Alloh deganingni eshitmasligim kerak, men seni bir joyda yashasak, 7 yil men seni Alloh deganingni eshitmasligim kerak ekan. Ya'ni murtaddek, kofirdek bo'lib yurishing kerak ekan desa, yoqib ketyapti-da haligi mana qarang. O, devordan muxbir. Ko'ryapsizmi? Endi aytmoqchimanki, qarang. Tariqat shunaqa ekan, seni tariqating ekan. Bizning tariqatimizni qara. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar mana. Mana u Abdulloh ibn Zayd soqolmas edilar. Ovoz chiqmaydigan. Yaxshigina ovozi bor edi. Lekin eng baland ovoz chiqadigan odam aytsa shuni, Allohu akbar deb deganlar. Ha? Ovoz 7 yil yashasa eshitilmasligi kerakmi ekan? Yo'qki, balandrog'i aytish kerakmi ekan? Qancha baland bo'lsa shuncha yaxshi ekan, to'g'ri? Qancha baland bo'lsa shuncha yaxshi ekan mana. Oddiy odam emas, ovoz balandroq odam aytsin deyaptilar. Bilol aytsin deganlar mana. Endi bu odam gapirayotgan gapini qarang. Dindan gapiryapti endi o'zi shu ham mana. Dajjol deyiladi shunaqa odamlar. Bugun ana shunaqangi sarqitcha dajjolchalarga aldanganlar shuni bilib olsin. Ertaga haqiqiy dajjolga qo'sh-qo'shlab aldam ketadi. Shunday unga qo'lini topshirib, qo'sh-qo'llab topshiraveradi o'zini, iymonini. Xullas aytadilar, mana men Bilol bilan masjidga chiqdim. Bilolga aytib tura boshladim men, Bilol nido qila boshladi. Keyin Umar ibn Xattob bu ovozni eshitib qolganlarda, Umar ham kelganlar yugurib, "Ya Rasululloh, Allohga qasam, men ham ko'rgan tushni ko'rdim" deganlar. Mana bu demak tush tasdiqlagan bir-birini. Demak tushlar bir-birini tasdiqlasa, xuddiki hadislar, rivoyatlar bir-birini tasdiqlagandek, bu ham shu rivoyatlarga quvvat beradi yani. Qala Abu Ubayd akhbarani Abu Bakr al-Hakami anna Abdullah ibn Zayd al-Ansari qala fi zalik. Shu haqida Abdullah ibn Zayd faxrlanib shu ko'rganliklaridan bir xursand bo'lib she'r aytgan ekanlar. Men Alloh azza va jallaga, zal jalal va ikromga hamd aytaman. Azonni menga berganligiga ko'p hamd aytaman. Chunki u kishi boshlab berdilar-da azonni. Hamma azonlar ajri u kishiga boradi endi. Menga bir xush xabar beruvchi keldi Allohdan. Bu qanday ham karamlik narsa, menga kelgan bu xush xabari derkanlar. Fi layalin bir kechalarda keldi. Ya'ni 3 kun ketma-ket tushda ko'rganda, u kishi tushdi deyilgan. 3 kun ketma-ket fi layalin. Va la bihinna salasan ketma-ket 3 kecha shunda menga ko'rsatdi deydi. Kullama jaa zadani tawqira. Har qachon kelganda shuncha menga bu viqori ziyoda bo'laverdi. Ya'ni tasdig'i oshaverdi deganlar. Xullas shunday bo'lib mana azon sunnati joriy bo'ldi. Bu haqida yana bitta hadis kelar ekan. Inshaalloh buni keyingi darsda o'qiymiz. Allohu a'lam.